Bilamizki, Telegram Ads'da moderatsiya hammaning eng og'riqli nuqtalaridan biri. Aynan targetologlar va Telegram Ads'da reklama yoqayotganlar moderatsiya bo'yicha qiynalmasligi uchun biz Telegram Ads'da moderatsiya botini ham ishlab chiqdik. Bu bot orqali siz o'zingizni reklamalaringizni oldindan tekshirib, xatolarini to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, botimizning nomi Moderation by Meridians. Linkini opsiyada yana qoldirib ketamiz. Telegramda botni ochganimizda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosganimizda bizda asosan ikki xil variant beriladi. Matnni tekshirish, moderatsiya bo'yicha tushuntirishlar. Matnni tekshirish funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda o'zingiz bemalol reklama uchun yozmoqchi bo'lgan matningizni kiritasiz va matndagi xatoliklarni topib beradi. Mana hozir misol uchun tekst yozib ko'ramiz, matn yozib ko'ramiz. Telegram Ads bo'yicha ko'proq ma'lumot uchun obuna bo'ling. Xo'p, ko'rib turganinglardek, matnimizda juda ham ko'p imloviy xatolar bor. Shu xatolarni tekshirib, to'g'rilab beradi ushbu botimiz. Mana ko'rib turganinglardek, o'sha xatolarni to'g'rilab berdi. Obuna bo'ling, bu bevosita buyruq shaklidagi gap bo'lgani uchun mana bizga boshqa alternativ iboralarni ham taqdim etdi. Endi moderatsiya bo'yicha tushuntirishlar funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda agar sizni reklamangiz moderatsiyadan o'tmagan bo'lsa, nima sababdan o'tmaganligini umumiy sababini berib qo'yadi. Aynan Telegram Ads'da bu yerda nisbatan ko'proq tushuncha bor. Aytaylik, editorial requirements, ya'ni tekstda xatolik bo'lsa, shuni bossiz, bu yoqda mana tekst aynan qaysi formatda bo'lishi, qanaqa qoidalarga rioya qilish haqida bu yerda to'liq ma'lumot mavjud. Yokida destination quality, ya'ni pasadka bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, mana destination quality ni bosadigan bo'lsak, bu yerda ham Telegram kanal, Telegram profil yoki umuman obunachilarni qayerga olib o'tayotgan bo'lsangiz, shu bo'yicha umumiy to'liq ma'lumot bor. Aynan shu bot linkini opsiyada yozib qoldiramiz. Bemalol botdan moderatsiya uchun foydalanishingiz mumkin.